chiqamiz. Mana qon tomir. Qon tomirni tasavvur qilaylik. Xo'p, mayli. Sizlarga asosiy nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Mana qaranglar. Bunda bir boshdan boshlaymiz. Xo'p. Birinchi o'rinda bizga kalkulyatormada o'zi nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda. Biz birinchi o'rinda hop nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Birinchisi bu PTI, to'g'rimi? PTI. Bu o'zi nima edi? Bu bizada hop tashqi o'sha aynan anaqani nima deydi? Tashqi ivish tizimining faoliyatini baholaydigan sistema bu. Tushuninglar-a? Tashqi ivish. Mana shuni yozaylik. Hop, keyingisi ikkinchisi HTV. HTV bu ichki ivish tizimi. Ivish tizimi, hop. Keyin trombin time fibrinolizni baholash. Yozamiz mana, baholash. Hop, yana nima kerak bizga? 4-chi fibrinogen. Mana. Hop, yanachi bunda asosan fibrin hosil bo'ladi. Hop, yana dimer tak oqsil modda. Yana bitta narsa bor edi. Antitrombin 3 omil. Mana asosiy kerak bo'ladigan asosiy ko'rsatkichlar bu 4 ta, 6 ta. Tashqi ivish omili, ichki ivish omili, trombin time, fibrinogen, dimer, antitrombin 3 omili. Endi yana bundan tashqari aktivlanish deylik. Mana bizada asosiy kerak bo'ladigan narsa mana shu narsalar. Xo'p, endi birma-bir endi biz joylashtirib chiqamiz. Qaranglar. Joylashtirib chiqamiz deganda nimaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Mana qizil bilan belgilab olamiz, qaranglar. Mana qon tomir jarohatlandi. Mana jarohatlandi. Ko'rdinglar, tashqi tomondan jarohatlandi. Tashqi tarafdan jarohatlanganda bizda dastlab nima qo'zg'alishi kerak bo'ladi? Tashqi ivish omili qo'zg'aladi, ya'ni PTI. Mana PTI. Xo'p, undan keyingisi agar mabodo ichki tomondan jarohatlanadigan bo'lsa, hop, mana HTV. Endi qaranglar. Birinchi bosqichda qanaqa bo'ladi? Birinchi bosqichda mana buni oladigan bo'lsak, mana jarayonni oladigan bo'lsak, birinchi bosqichda mana tomirlar mana bunaqa keldi. Mana bu joy jarohatlangan bo'ladigan bo'lsa, jarohatlangan joyi, shuni mana jarohatlangan joyidan vazokonstruksiya, ya'ni jarohatlangan joy qisqaradi. Birinchi jarayon sodir bo'ldi, mana ko'rdinglar-a? Xo'p, ikkinchi jarayon nima bo'ladi? Ikkinchi jarayon endi bizda mana bu yerda mana qilib trombositlar suzib yurdi qonda suzib yurdi. Sirazi bizda nima bo'ldi? PTI aktivlashdi. Tashqi qon ivish omili aktivlashdagina biz sirazi mana bu trombositlarga aytdik, "Voy, bu yoqqa kelinglar, mana bu yerda qon ketyapti" dedik. Trombositlar sirazi aktiv holatga o'tdi. Tushuninglar-a? Bu o'sha ikkinchi bosqich. Sirazi aktiv holatga o'tib keladi, mana bu yerga sekin trombositlar yig'ilish boshlaydi mana bu yerga. Xo'p, mana sekin yig'ilish boshlaydi. Undan keyin bizda ivish omillari aktivlanadi. Bizda mana bu joyda antitrombin 3 omili bor edi, bilasizlar-a? Mana bu omil. Mana shu omil siraz aktivlanadi, bizga siraz xabar beradi. Voy, qon tarkibida nima bor edi bizda? Qon tarkibida bizda erkin maza qilib yurgan fibrinogen oqsili bor edi. Mana fibrinogen oqsilimiz bor edi. Bu yurudi. Endi bizda siraz fibrinogen oqsilidan mana bu anaqa antitrombin 3 omili hisobiga fibrin hosil bo'ldi mana. Ko'rdinglar-a?
fibrin hosil bo'ldi. Mana shu fibrinogendan fibrin hosil bo'lish jarayoni fibrinoliz deb aytiladi bu jarayon. Mana shu jarayon. Xo'p, fibrinoliz jarayoni deyiladi. Mana shu fibrinogendan fibrin hosil bo'lish jarayonini o'lchashda bizada nima o'lchaydi bizada? Trombin time o'lchaydi. Ko'rdinglar? Mana trombin time qayerda ishlatilishi, nima uchun ishlatilishi mana ketdi. Mana trombin time ketdi. Xo'p, PT qayerda ishlatilishini biz ketdik. Agar mabodo shu narsa qonni tashqi tomondan emas, ichki tomondan bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu qilgan ishni bu qiladi. Значит, buni ham tushundik. ACTBni ham tushundik. Mana ketdi. Endi bizda nima bo'ldi? Antitrombin 3 hisobiga fibrinogendan fibrin hosil bo'lish jarayoni ketyapti. Значит, fibrinogenni ham biz ko'rdik. Mana qayerda qanaqa ketyapti. Endi antitrombin 3 omili, mana shu jarayonni полностью mana shu jarayonni boshqaradi u. Mana shu jarayonni nazorat qiladi. Agar mana jarayon mana o'zi mana qilib bizga fibrin kelib hosil bo'lib trombositlar cho'tga keldi. Fibrinogendan fibrin hosil bo'lgandan keyin ular ham kelib turib mana bitta sekin-sekin tromb hosil bo'lish boshladi. Tromb hosil bo'lib boshladi. Mana shu tromb hosil bo'lgandan keyin o'sha qon to'xtaydi, ivish to'xtaydi. Qon ivish to'xtasa antitrombin 3 omili mana bu joyida fibrinogenda hosil fibrinoliz jarayonini tuzlashtiradi. Bo'ldi, o'sha bizda qon to'xtaydi deydi. Endi mana shu joyda yana bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Agar mabodo fibrinoliz jarayoni nima deydi, tuzilgan bo'lsa, ya'ni antitrombin 3 omilining faoliyati kuchi tugamaydigan bo'lsa, bizda mana bu joyda fibrinlar kelib qo'shilib kelib yopishishi ko'payib ketadi. Ko'payib ketaveradi, o'z navbatida bu yer tromb bo'lib qoladi. Va bu oxirigacha yopilib qolishi mumkin. Ana o'sha narsani oldini olish maqsadida organizmda bitta narsa jarayon sodir bo'ladi. Bu jarayon qanaqa? Mana bu yoqdan hosil bo'lib ketaveradi. Mana bu jarayon, mana bu joydan sekin bu parchalanib ketaveradi. Ya'ni o'sha bildi-yu, normadan oshib ketyapti. Normadan oshib ketish boshlaganda sirazi bu sekinlik bilan qaytar fibrinoliz bo'lib turib parchalanish boshlaydi. Bu parchalanganda oqsil hosil bo'ladi. Oqsil, D-dimer, antitrombin 3 omilini ham ko'rdik nimaga kerakligini. D-dimerni ham ko'rdik nimaga kerakligini. Ko'rdinglar? Mana nima uchun kerak? Mana shu sxemani, sizlar asosiy shu sxemani bilib olsanglar, mana shu jarayon. Koagulogrammaning asosiy ko'rsatkichlarini bilib olasizlar. Mana biz ko'rdik mana. Tomirlar konstruksiyasini ko'rdik. Mana bu joyda. Tromblarning aktivlanishini ko'rdik. Mana bu joyda. Endi ivish omillarining aktivlanishi mana buni ko'rdik mana. Mana buni ham ko'rdik. Buni. Bu yoqda qaysi biri qayerda joylashgan va nima vazifa bajarishini men bir ko'rib chiqib ko'rdinglar. Mana shu narsani agar bilsanglar, sizlar o'z navbatida masalan o'zinglarni ham kontrol qilishinglar mumkin bo'ladi. Kontrol qilishinglar mumkin bo'ladi deganim qanaqa? Masalan, biza o'zimiz tekshirish deganda kim nimani tushunadi? Sizda masalan analizatoringiz yaxshi ishlayapti, kalibrovkangiz, kontrol kasteringiz hammasi yaxshi o'tdi, lekin siz nima qildingiz? Qo'yish texnikasida qanaqadir xatolikka yo'l qo'ydingiz. Qanaqadir xatolikka yo'l qo'ysangiz nima bo'ladi? Demak, mana shu bir-biri bilan to'g'ri kelyaptimi yoki yo'qmi degan narsani, ya'ni interpretatsiyani ham bir zavqli sizlar bilan birato'la ko'rib ketamiz. Bu deganda mana masalan sizlar bilan ko'ramiz. Birinchi ko'radigan anaqamiz, mana pastdan boradigan bo'lsak, omillardan boshlaymiz. Xo'p, antitrombin 3 omili balon bo'lsa, bu jarayonni tezlashtirish kerak. Ya'ni fibrinogendan fibrin ipini hosil bo'lish jarayonini tezlashtirishimiz kerak. Bu balon bo'ldimi, demak qon ketish xavfi juda yuqori. Demak, o'z navbatida fibrinogen ham balon bo'ladi. O'z navbatida agar ichki qon ketish bo'lsa ACTB, tashqi qon ketish bo'lsa PT balon bo'ladi. Qaysi biri bo'lsa ham endi biz uni anaqasiga qaraymiz, holatiga, yo PT yoki ACTB. Tushundinglar? Yana bu shu yerda bitta narsani aytib ketishim kerak sizlarga. Bu narsa nima?
Bu narsa tasavvur qilinglar. Mana tasavvur qilishlari uchun bunda emas. Mana qizilda bo'yab qo'yaylik. Mana tasavvur qilinglar. Tarozi. Tarozini bitta pallasida mino, tarozini ikkinchi pallasida piti. Mana piti turibdi bu yoqda. Bu yoqda mino. Voy. Xullas. Endi qaranglar. Bular bir-biriga teng holatda bo'lsa, mana shunaqa rovna holatda teng bo'ladi. Tushundinglar-a? Teng bo'ladi. Agar mino oshsa, tarozi nima bo'ladi? O'z-o'zidan o'zi piti tushadi. Agar piti oshsa, o'z-o'zidan tarozi pastga tushadi, mino tushadi. Ikkinchi interpretatsiyani olish qanaqa? Masalan, sizlar fibrinogin tekshirdinglar, to'g'rimi? Fibrinogin tekshirdinglar. Fibrinoginni miqdori deylik baland. Mana bu jarayon bor edi. Mana bu jarayon esinglardan chiqib qolmasin bu jarayon. Fibrinogindan fibrin hosil bo'lish jarayonini baholaydigan mezonimiz ham bor. Endi mana bu jarayon qancha yuqori bo'lsa, fibrin hosil bo'lish jarayoni shuncha cho'zilib ketadi. Shuncha cho'zilgandan keyin o'z navbatida tramin time ham anaqasi oshib ketadi. Vaqti ham oshadi. Demak, dimer ham oshgandan keyin tramin time ham oshadi. Tushundinglar-a? Endi uchinchisi, masalan, bizda uchinchisi olib turib nimani olishimiz mumkin? Masalan, PTI baland. Qaranglar, mana piti oshdi. Piti oshgandan keyin o'z navbatida nima bo'ladi? Piti oshdi bizda, o'z navbatida mana bu joyda antitramin 3 omilning faolligi ham oshib ketadi. Tushundinglar-a? Nimaga? Chunki piti qancha ko'p bo'lsa, bu shunchalik antitramin 3 omilni qo'zg'atadi. Voy, tezlashtir, men bitta qon ketyapti, menga yordam bergin deb. Antitramin 3 omilini oshiradi. O'z navbatida antitramin 3 omili oshdimi, sizlarda fibrinogin ham oshadi. Nimaga? Chunki antitramin 3 fibrinogindan fibrin hosil bo'lish jarayonini tezlashtirib beradi. Fibrinogin bilan fibrin oshib ketyaptimi, o'z navbatida tramin time ham oshib ketadi. Mana bizga nima uchun kerak bu sxema? Bu sxemani o'rganib olsanglar, mana shu sxemani o'rganib olsanglar, qaysi payti o'sha narsani biz bilib olishimiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa kerak bizga. Mana shunga qarab turib sizlar bemalol rezultatlarni o'sha interpretatsiya qila olsanglar bo'ladi. Tushundinglar? Asosiy ko'rsatkichi shu. Mana masalan, voy kashf bo'lib ketdi. Piti qayerda joylashgan, HTV qayerda joylashgan, vazifasi nima, dimer qachon ko'payadi, uni vazifasi nima, fibrinogindan fibrin hosil bo'lish jarayoni baholovchi mezon, bu tramin time deb masalan o'lchaydigan asosiy o'lchashi, ularni kim anaqa qo'zg'aydi, nima aktivlashtiradi. Shu narsani bilib olsak, biz o'z navbatida qaysi paytda nimani tekshirishimizga qarab turib, значит, oldindan biz ayta olishimiz mumkin. Nimani? Masalan, biz bitta fibrinoginni tekshirib, fibrinogin baland bo'lib ketsa, demak, bu yerda tramin time baland bo'ladi, dimer ham baland bo'ladi degan oldindan tushunchani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz bilishimiz mumkin. Masalan, sizda fibrinogin baland 500, 600 yoki 700, 800 bo'lib ketyapti, lekin dimeringiz normada yoki undan past. Siz bilasiz, значит, qayerda xato ketyapti. Yo fibrinoginni xato qo'ydingiz, yoki dimerni noto'g'ri tekshirdingiz. Sразу ikkalasini kontrol qo'yib turib baholashingiz kerak. Qaysi birini o'zi to'g'ri qo'ydim yoki qaysi birini noto'g'ri qo'ydim. Qaysi biri yaxshi ishlayapti, qaysi biri yaxshi ishlamayapti. Shu orqali bilishimiz kerak bo'ladi. Qolganlar yana bitta narsani shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda yana bitta eng oxirgi anaqa tekshirish usullaridan biri qo'shilgan. Mana shunaqa analiz bor. Hozirgi kunda anti-H yoki bo'lmasa anti-decit A deyiladi yoki anti-H. Xo'p, buni vazifasi nima? Buni tekshirishdan maqsad bizda trombofilevit kasalliklari bor. Ko'pincha homilador ayollarda homilani 4-5-haftada rivojlanmasdan nobud bo'lishiga olib keladigan trombofilevit kasalligi. Bunda nima bo'ladi? Homila qon aylanishi buzilishi hisobiga tromb hosil bo'lib qolishi hisobiga homila oziqlana olmay o'sha turishda holatda nobud bo'lib qoladi. Xo'p, bunaqa holatda nima bo'ladi? Ona organizmiga homiladorlik yuzaga kelgandan sirrazi qoni quyilib qolaveradi.
Bu jarayonda qonni doimiy ravishda suyuqlik holatda ushlab turish uchun bizda o'sha vrachlar fraksiparin yoki enoksiparin sostavli kliksan yoki flinoks yoki boshqa dorilarni beradi, tavsiya qiladi. Uni nima qiladi? Bemor o'sha kindik atrofida 2 santimetr, 3 santimetr qoldirib, kindik atrofiga har safar qilib yuraveradi. Bu nimani beradi? Bu normal holatdagi o'sha trombositlarni aktiv holatini chaqirmasligi uchun normal holatda ushlab turadi. Bu nimani beradi? Agar kliksan miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, ichki omil, ya'ni HTV oshib ketadi. HTV oshib ketgani hisobiga mana bu qo'zg'alish jarayoni yuzaga kelishi hisobiga fibrinogendan fibrin hosil bo'lish jarayoni kuchayib ketadi va tezda tromb hosil bo'lib qolaveradi. Ya'ni qon quyuqlashib ketaveradi. O'shaning uchun har doim kliksan yoki o'sha kliksan sostavidagi boshqa dorilarni qabul qilib yuradi bemorlar. Endi bunaqa holatda nimani ko'rishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni biz HTVni bunaqa holatda qanday holatda ketyapti? Ya'ni normal holatda ketyaptimi yoki normal holatda ketmayaptimi? Bu narsani, ya'ni dorini dozirovkasini bilishimiz uchun bizda oxirgi tekshiruv usuli, ya'ni anti-H degan tekshirish usuli bor. Mana shuni miqdoriga qarab turib biz mana bu kliksanlarni dozirovkasini tushiramiz yoki oshiramiz. Agar H tushib ketadigan bo'lsa, kliksanlarning miqdorini oshiramiz. H ko'payib ketadigan bo'lsa, kliksanlarning miqdorini tushiramiz. Xuddi shu tarzda belgilaymiz. Endi bizda boya aytganimizdek yana bitta ko'rsatkichimiz bor. Bu ko'rsatkich bu bizda MNO. Mana shu MNO ko'rsatkichi. Bu MNO ko'rsatkichi nima qiladi? MNO ko'rsatkichi bizda boya yuqorida aytib o'tganimizdek, varfarin, ya'ni antikoagulant preparatlarni qabul qilayotganda bemorda holatini baholash uchun, ya'ni o'sha preparat yetarli yoki yetarli emasligini bilib olish uchun. Xuddi shu tarzda MNOni ham mana shunday varfarinda inson organizmiga qanchalik tarzda qabul qilyapti yoki ta'sir qilmayotganligini baholash uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun MNOni ham tekshiramiz. Hop, anti-DXAni bildik, MNOni bildik, PTni bildik, HTV, fibrinogen, tramvintime, dimer, antitramvin 3 ni bildik. Qayerda